bir anaqa o'g'lim jirrakka, keyin muomala qilib ko'rsangiz, gaplarida ham o'zini logopedmi ozgina anaqa neurologический nima sezyapman tovushlarda. Harflar chiqarishda qiyinchilik bo'lyaptimi? Harflar chiqqan. Yig'laveradi, keyin gapirsangiz ham chihillab, g'ingshib, ortiqcha anaqa qilyapti. Injiqligi ko'payib ketyapti. Ikkita bola bilan gaplashsa, sразу rushib ketadi. Necha yosh bo'lding hozir? 7 yosh, 1-sinf tugadi. 1-sinf tugadi. O'qishlarimiz qanaqa? Olishi yaxshi. O'rganishlari yaxshi. Biror narsani o'rgatsangiz o'rganishi yaxshi, yodlashi yaxshi, hisob kitoblari yaxshi tushunadi. Matematika o'qish nimalari yaxshi. Faqat shu asabiyroq. Asabiyroq. Uyqularimiz qanaqa? Uyqusi yaxshi. Kechqurun tinch uxlaydi, yarim kechasi turib olib yig'lamaydi, nimadir xohlab, injiqlik qilmaydi. Xo'p. Onajon, assalomu alaykum. Ishlar yaxshimi? Katta bola bo'lyapsizmi? Otingiz nima edi? Temur Malik. Nechaga kirdingiz? 7 ga. Maktabga boryapsizmi? 90 kunda chalik oldaman. Uye, damga chiqdingizmi? Voy, malaz, mazza qilib dam olyapsiz ekanda. Maktabni qalay bitirdingiz? 1-sinfda. 5 mi, 4 mi? 2 kere 2 nechi? 4. 4 ga 4 qo'shsa nechi? 8. 8 ga 2 ni qo'shsa nechi? 10. 10 dan 3 ta ayirsak nechi? 7. 7 dan 3 ta ayirsak nechi? 4. Yaxshi. Menga qarab turingchi. Buncha buni hamma yo'q shiram. Yiqila boshi bilan. Ha, qilinchi. 3 chiqarinchi. Yaxshi. Traktor 33 deyinchi. 3. O'rningizdan turing. Oyoqni juft qilamiz. Oyog'ingizni juft qiling. Ha, malades. Qo'llarni oldinga uzatamiz. Barmoqlar orasini ochamiz. Ko'zingizni yuming. Malades. Boshingizga aylanmayaptimi? Mahkam yuming ko'zingizni. O'ng qo'lingizni ko'rsatkich barmog'ini birinchi uchiga tekkizamiz. Aha. Ha, 3ga. 3ga. Malades. Qaytaring orqaga. Joyiga qaytaring. Yo'q, oldiga. Qo'lingizni uzating oldinga. Qo'lingizni oldinga uzating. Ha, malades. Boshqatdan ko'zingizni yumib, boshqatdan tekkizing. Qaytaring. Endi chapini. Qaytaring. Bir qadam oldinga yuramiz. Ko'zni yumib. Malades. Endi orqaga. Yaxshi, zo'r. O'tirib ol. Bosh og'rimaydimi? Ko'proq qachon? Ertalab, kechqurun? Abed payti. Ishtahalarimiz qanaqa? Ishtaha yo'q. Nima yeymiz ko'proq? Yaxshi ko'rib. Sutli mahsulotlar. Sutli mahsulotlar. Shuningdek, shunaqa ertalab tuxum. Chipslar, kartoshka frilar, Qilib bermayman chunki fast foodlar. ishlarda muammo borligi uchun o'zim sezdimda neurologический qilib bermayman. Krishki, chipslar yemayman. Yaxshi. Kechqurun tishni qichatmaymizmi? Xurrak otib uxlamaymizmi? Yo'q, yotmaydi-yu, lekin Og'izdan nafas olmaymizmi? yo'q, burnilari ham bitmaydi, unaqa nima yo'q, faqat shu asabiy. Yaxshi. Xo'p, detskiy nevroz degan narsa bor. Bolalar nevrozi odatda bo'ladi. O'tish davriga o'tayotganda o'sha maktab yoshida kuchayib ketishi mumkin. Asosiy kelib chiqish sabablari montanashning sustligi hisobiga ko'proq bo'ladi. Bosh miyada gipoksiya yetishmasligi, ya'ni gipoksiyani qanaqa? Qon aylanishida sustroq bo'lishi, injiqliklar bo'lishi, mana bu montanashning susayganligi, oqsil minerallar, vitaminlar yetishmasligi hisobiga ishtaha ham yaxshi emas. Bular hammasi kompleks bo'lishi mumkin-da, gijja ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bola o'zi yaxshi yemayapti, qurtlar u narsani yana so'rilishiga to'sqinlik qilyapti. Injiqligini ko'paytirib qo'yishi ham mumkin bu narsa. O'sha narsalarni aniqlashtirib olish kerak-da, keyin unga qarab turib china qilsa yaxshiroq bo'ladi. Gaplari-chi yoshiga nisbatan yaxshi. Gaplari yaxshi, butun gapiryapti. gapiryapti. Endi u harfni chiqarish logopedni o'z ishingiz ekan u. Harflar chiqaveradi. Misol uchun hamma harf chiqaveradigan yoki bolani aqlli qilib qo'yadigan sehrli dorilar bo'lmaydi ekanda. Bu dorini ichsa bola wunderkind bo'ladi. Bu dorini ichsa bola hamma gapni gapiraveradi degan narsa yo'q. Neurologik berilgan dorilar nimaga? Injiqlik kasalliklarni kamaytirish uchun, tinchlantirish uchun yoki o'sha bosh miyada moddalanishini yaxshilash uchun, qon aylanishini yaxshilash uchun beriladi xolos. Aqliy tomondan ko'proq o'rgatiladi bolaga. Ko'proq shug'ullanasiz, ko'proq vaqt ajratasiz bolaga. Keyin sekin o'sishni boshlaydi bolaning aqliy faoliyati. O'z-o'zidan qanaqadir sehrli dorilar bilan o'zlashtirishni, yaxshilash yoki aqlli qilib qo'yishni iloji yo'q. Biz asosiy yetishmovchilikni yetkazib qo'ysak bo'ldi. U yog'ini ta'lim-tarbiya bilan o'rgatilinadi.